Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Chimkent qalasidan arnayı Qo'qon qalasına keldik. O'zbekistonda Qo'qon qalasining Dang'ara degan yerga keldik. Ibrohim degan bog'rimizning jiljayi, hurmatli dehqonlar. Bu yerda pomidorisida biroz janday problema bo'lgan. Hozirgi vaqtda biz o'sha bog'rimizning jiljayini pomidorning guldov protsessini yaxshi qilish kerak и tuyingi yumush jasov kerak, hurmatli dehqonlar. Pikamax bizdagi hozir baklashga quyib olib keldik arnay. И bizdagi o'sha O'zbekistonda, Qozog'iston, Qirg'izistonda hit bo'layotgan energesistem, hurmatli dehqonlar. O'sha ikkovini hozir dayinda 500 litrga dayindaymizda pomidorga и qiyarga beramiz, hurmatli dehqonlar. Mana pomidorning жағдайini ko'rib turibsizlar. Hozirgi vaqtda bu oldingi жағдайында bizga chiqqan o'sha Harnes kompaniyasining agronomlaridan chiqqan Ibrohim degan bog'rimiz pomidorda biroz problema bo'lgan. Жаңағыдай ko'chatni olib kelgan kezda karnoviy ожог olgan. И guldov protsessi o'ta nachar bo'lgan. Harnes kompaniyasining agronomlari полный programma qilib berdi. Hozirgi vaqtda mana energesistem Pikamax teqqana tuyinga и guldov protsessini, hurmatli dehqonlar. И ары қарай yana ko'rsatamiz sizlarga.